Mana o'zimizning novvoylar qanday ishlaydi, Hindiston novvoylari qanday ishlaydi ko'ringlar. O tandiri narida ekan. Ha, tandiri. Propan yoqyaptimi deyman, tandir ichida. Jo'ra? Ha? Gaz yoqasa aka tandir ichiga. Gaz. Gaz ha? O video qilsak, ko'rsak bo'ladimi buni? Ko'rsatqani? Faqat shu propandan tezroq ketaylik. Ha? O issiq chiqdi. Boshqacha ekan a? Nollan ana. Chiroyli qilib pastga taxlab qo'yapti. Zavola qilib. Sara pensiya olgan. Zavola qilib. Akamiz lekin Afg'onistonning o'zbegi ekan. Toshni o'zimiz o'zbekchalar gapiradi. Chunki bular urug'i oldingi videoda ham aytdim, bular nimadan? O'zimizning Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani Jeynavga borib taqaladi bularning urug'lari. Gap yo'q lekin. O'rtoqlar, hurmat, izzat, insongarchilik akada birinchi o'rinda ekan. Juda ham chiroyli gapiradi. O'sha musulmonchiliklardan, nimalardan zo'r ko'ringan, malades odam ekan lekin. Xuddi bir o'zing yaqin odaming bilan gaplashgandek gaplashasan. 8 ta til bilar ekanlar. Turkcha, Ozarbayjon, hindcha, inglizcha, tojikcha, yana nima? Arabcha, qozoq, qirg'iz. Qirg'izcha ham bilasiz aka? Qirg'izcha ham bilar ekanlar. Ha, gap yo'q. Hindistonda endi nima deysiz?